Lakshmi Mittal hindistonlik biznesmen, dunyodagi eng yirik metallurgiya korporatsiyasi Mittal Steel Company NV va po'lat ishlab chiqarish bo'yicha eng yirik kompaniya ArcelorMittal kompaniyasi egasi. Milliarderning ishlab chiqarishi 30 ta davlat hududida faoliyat olib boradi. Po'lat ishlab chiqarishning yillik hajmi esa dunyodagi hamma po'latning 10% ga yaqinini tashkil qiladi. Forbes jurnali ma'lumotlariga ko'ra, tadbirkorning o'z davlati 2017-yilda 15,8 milliard dollardan iborat bo'lgan. Matbuotda uni bir necha marta Amerikaning po'lat quyish imperiyasi asoschisi Andrew Carnegie bilan taqqoslashgan. Bir Hind gazetasi esa Mittalni hatto kalkuttalik Bill Gates deb ta'riflagan. Lakshmi Nivas Mittal 1950-yil 15-iyunda Hindistonning Sadulpur, Rajasthan ma'muriy bo'linmasi shaharchasida marvariylarga mansub tadbirkorlar oilasida tug'ildi. Mittallar oilasining hayoti anchayin quvonchsiz edi. Mittalning otasi Karachi portida metallolom bilan savdo qilib, boyib ketishga urinardi. Oila yaxshiroq kun kechirish maqsadida bir necha marta shahardan shaharga ko'chib, nihoyat Kalkuttaga joylashdi. Bu yerda Lakshmining otasi Mohan Mittal do'stlari bilan birga po'lat mahsulotlari ishlab chiqaradigan ziyon keltirayotgan korxonani sotib oldi va biroz vaqt o'tgandan so'ng uni tartibga keltirib oldi. Keyinroq Mohan Kalkuttadan biroz narida po'lat eritadigan zavod qurdirdi. Lakshmi Mittal Kalkuttadagi nufuzli kollejni tamomlab, oilaviy biznesga qo'shildi. Otasining Hindistondagi faoliyati hukumat bilan bahslar ila kechardi. Ko'p o'tmay u yurtidagi korxonani sotib, Indoneziyaga jo'nab ketdi va u yerda temir sim mahsulotlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan Ispat Indo kombinatini sotib oldi. Yangi korxona direktori bu paytga kelib 25 yoshni qarshilagan Lakshmi Mittal bo'ldi. Kichik Mittalning mashhur metallurgiya imperiyasining yaralish tarixi aynan shu kombinatdan boshlandi. Ispat Indoning ishi uchun u Trinidadda davlatning Scott kompaniyasidan arzon tiklangan temirni sotib olib foydalanardi. Keyinroq Mittal kompaniyaning o'zini ham sotib oldi. Lakshmi Mittal biznesining asosi butun dunyoda eskirib qolgan kam daromadli davlat korxonalarini va talab bo'lmagan boshqa kompaniyalarning aktivlarini sotib olib, ularni yangilashdan iborat edi. Bunda yangilanish faqat texnik ta'minotga doir bo'lmay, ma'lum darajada korxonada ishlayotgan xizmatchilarga ham tegishli bo'lardi. Ko'p o'tmay Lakshmi Mittal xalqaro miqyosga chiqib, Germaniya, Kanada, Irlandiya, Meksika, Qozog'iston va boshqa ko'plab davlatlarda sotib ola boshladi. 1997-yilda u LNM Lakshmi Narendra Mittal kompaniyasini ro'yxatdan o'tkazdi. 2003-yilda Ispat va Lakshmi Narendra Mittal Steel Group bo'lib birlashdi. LNM kompaniyasi tashkil qilingandan so'ng Lakshmi Polsha, Chexiya, Ruminiya, Makedoniya, Bosniya, Jazoir va JAR kabi davlatlarda metallurgiya kombinatlarini sotib olishga kirishdi. 2005-yilda Krivorojstalni, 2006-yilda esa Arcelor kompaniyasini sotib oldi. Otasining biznesi Lakshmi Mittal uchun poydevor bo'ldi, ammo shaxsiy fazilatlari bo'lmaganda bunday yuksak natijalarga erisha olishi dargumon edi. O'tkir aql, g'ayrat, ishbilarmonlarga xos ichki sezgi, yetakchilik sifati Lakshmiga biznes sohasida katta natijalarga erishishga, otasining davlatini anchagina ko'paytirishga imkon berdi. Lakshmining muvaffaqiyat qozonishida marvariylarga mansubligi ham rol o'ynadi. Uning tadbirkor ajdodlari fe'lida o'ziga xos jihatlar bor edi. U bolaligidan tejamkorlikka, savdo qilishga, bahslarda ziddiyatlarni hal etishga, noodatiy, ba'zan daromad olish uchun juda dadil qarorlar qabul qilishga o'rgandi. Lakshmining bu xususiyatlari maqsad sari intiluvchanlik, muvaffaqiyatga erishishga, butun dunyoga o'z qobiliyatini namoyon etishga urinish bilan mustahkamlangandi. Mittalning metallurgiya korxonalari dunyoning turli davlatlarida faoliyat olib boradi. Shu tufayli u eng arzon xomashyo va arzon ishchi kuchidan foydalana oladi. Tadbirkor bolaligidan asos qilib olingan tamoyillardan chekinmaydi. Bu tamoyillarning eng asosiysi xarajatni qattiq nazorat qilgan holda e'tiborni to'liq daromad olishga qaratish. Aksar hollarda u norentabel ishlab chiqarishni sotib olgandan so'ng turli yo'llar bilan mahsulotning tannarxini tushirishga erishadi. Ishchilar sonini anchagina qisqartirish, maoshni oshirmaslik va ijtimoiy dasturlar rivojlanishini sekinlashtirish singari choralar qo'llanadi. Keyin korxona anchagina yuqori narxda sotiladi. Shu tufayli tadbirkor aholini ijtimoiy himoya qilishga e'tibor beradigan ko'plab davlatlar Chexiya, Polshada o'z korxonalarida ishchilarning noroziliklariga duch keldi. Umuman olganda Mittal murosa qilishni ham biladi. Masalan, Ukrainaning Krivorojstalni sotib olayotgan u ma'lum shartlarga ko'nishga majbur bo'ldi. Ishchi o'rnini qisqartirmaslik va maoshni oshirish.
Ammo shartnoma tuzilgandan so'ng Mittal kelishuvni chetlab o'tishga muvaffaq bo'ldi. Ishchilarga ko'ngilli ishdan ketish evaziga tovon puli taklif qildi. Mittal o'ziga tegishli ulkan korporatsiyani yolg'iz boshqaradi. Biznesmen sifatida uning boshqalardan farqli jihati shundaki, sohaga ta'siri bor ishlarni ishbilarmonlik odobidan ko'ra ko'proq shaxsiy tanishlarga tayanib yuritishdir. U korxonalaridagi ishlab chiqarish jarayonlarini tashkillashtirishni shaxsan nazorat qiladi. Milliarderning ish kuni korxonalarning rahbarlari bilan videokonferensiya o'tkazishdan boshlanadi. Zudlik bilan aralashishni talab qiladigan muammo yuzaga kelganda, Lakshmi shaxsiy samolyotida darrov masalani hal etish uchun uchib ketadi. Vatandan uzoqdagi hayot asta-sekin Mittalning dunyoqarashini o'zgartirdi. Ajdodlarining ko'plab udumlaridan chetlashishga majbur qildi. Bir paytlar kamtar, taqvodor, tejamkor bo'lgan Lakshmi bugun isrofgarga aylangan. U bajonida suratga tushib beradi. Qimmat noyob avtomobillarni to'playdi. Lakshmining London va Moskvada ham uylari bor. Lakshmi Mittal oilali, bir o'g'li va bir qizi bor. Rafiqasi ham, farzandlari ham oilaviy kompaniyada faoliyat yuritadi. Mittalning isrofgarchiligiga oid bir ma'lumot: 2004-yil yozda Lakshmi qizi Vanishani turmushga berdi. Bir kechaga Luvrdagi Tyulleri bog'ini ijaraga olib, Sen-Klu bog'ida qasr qurdi. Yoshlarning nikoh marosimi Versalda o'tdi. Marosimni nishonlash 5 kun davom etib, milliarderga 66 million dollarga tushdi. Lakshmi Mittal doimiy ravishda biznesini kengaytirishga urinadi. O'zining ta'biri bilan aytganda, qachondir o'zimizga yetadi deya olamiz deb o'ylamayman. 2021-yilda Lakshmi Mittalning o'g'li Aditya Mittal ArcelorMittal kompaniyasining ijrochi direktori lavozimini egalladi. 2021-yilning fevral oyidagi holatga ko'ra Lakshmi Mittalning boyligi 15,1 milliard dollar deb baholandi. Lakshmi Mittal yurtida va dunyoda ko'plab mukofotlar bilan taqdirlangan. 2024-yil holatiga ko'ra uning boyligi 16,7 milliard dollarga teng baholanadi.